Assalomu alaykum ekrandagi barliq ko'ruvchilar, hammanglarning hozirgi vaqti xayrlik bo'lsin. Bugungi Avangard programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshilaymiz. Mening ismim Arshin Abdurahmon. Bugungi Avangard programmasi nima programma? Avangard nima degan gap? Avangard deganimiz oldin mang'uchi, mang'uchi, tirishchan, jonlilik degan ma'noni ifodalaydi. Shuningdek bilan birga bu programmamizga Avangard ustozlarimizni va qarindoshlarimizni taklif qilib, keng xalq ommasiga va muhojiratdagi butun Uyg'ur qarindoshlarimizga ulga va umid bag'ishlaydigan bu programmani hazırladik. Ve bugün birinchi programmamizga vatanda bo'lsin yoki muhojirat bo'lsin hammamizga tunish bo'lgan ve güzel so'zlar bilan qalbimizni yo'ritib kelgan Habibullah Kuseni ustozimizni bu yerga suhbat taklif qildik. Ustoz kelib payiniz uchun sizga ko'p rahmat aytaman. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hamd sana Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e durud salamlar bo'lsin ve dünyadaki barliq Uyg'urlarga Allah'ın rahmeti bo'lsin. Men aldı bilen ovoz sizlarning ovozi bo'lgan, sahna sizlarning sahnasi bo'lgan, Uyg'ur mazlumlarining nidosi bo'lgan bu Istiqlol TV'dagi sizlardek ekran yuzidagi va ekran orqasidagi fidoilarga chin qalbimdan rahmat aytaman. Sizga rahmat aytamiz. İkincisi, men ismim Habibullah Ahmet, o'zim Kuchadan 1974-yili 2-ayning 4-kuni kech soat 12 tug'ilib ekanman. Men taxminan asos jihatdan shu 7 yoshgachilik oilada bo'ldim. Oilamiz diniy oila. Ama o'zimningki qachon Qur'on savodi chiqqanligini o'qimayman. Cho'ng bo'lsam Qur'on o'qiladi ekanman. Boshlang'ich maktabda o'qidim. Arlıqda başlanğıç məktəbdən üzülüb qılıb dini o'qishga apırpadı. Keyin dini o'qishni bize o'qigandan keyin başlanğıçni tugatdim. Ondan keyin taxminan shu 94-yilchilik vatanda Kuchada, Shinxada, Qashqada va Yakallarda dini bilim o'qidim. 94-yilchilik. 94-yildan 4-yil 10-ayninki 15 günü Pakistan'a gelip Pakistan'da tahminen 2 yıl Arapça, İngilizce öğrendim. Ondan keyin 96 yılı 11 ayda Katar'a verip Katar'da yuqori Arap tili sınıfında 1 yıl Katar Üniversitesi okudum. Ondan keyin Suriye'ye verip azdan kitap tercüme qilish işlerle şug'ullanib 98 yılınki yani 97 yılının ahirleri yani 97-yilda taxminan 9-ay 10-aylarga deyman. Suriyaga bordik. Suriyada 1 yil turib 98-yilninki 3-yili Yamanga bordim. Yamanga berib Yamanning poytaxti San'ada İman Üniversitesi degan üniversitega kirib o'qishga kirdim. Endi bu üniversite 10 yillik üniversite bo'lib, ya'ni Ali mektepten başlap 10 yıl okuyduğun gap endi. Maşallah. Taxin 10 yıl o'qib bo'lgandan keyin 2 yil kasb o'rgangan gap. Şo'nglar men bu maktabda 3 yil Qur'on hadisdagi tabiiy fanga doir yoki oyatlarni tadqiq qilish fanida o'qidim. Buni al-i'jaz al-ilmi fil Qur'on va sunnah deydi. Qur'on hadisdagi ilmiy mo'jizlar deb atildi. Endi bu sohadagi fanning xalqarodagi eng dangliq ustozlardan birisi shu bizning ustozimiz, maktabning quruvchisi, Iman Üniversitesining quruvchisi Abdulmajid Zindani. Men mush kishini ko'may turib bu kishiningki nutqlarini anglab, bu kishini bek yaxshi ko'rgan, hatto dinni tushunishda menga alohida ta'sir va shaxs. Şundan bu şəxsdə özünün qulda mən bir fürsət gəlib qaldı. Məni bir ayrım tərbiyələb qoysan degan təlbim bilən. Yəni mən bu kişininki qulda ayrım tərbiyələndim. 2001-də təxminən mən 3 yıllık proqram düzəp bəgən. Vaqtımı toşdu. Amerikadakı vaqə münasibət bilən vətənə qayıtıb. Vətəndə təxminən 2013 yılında yaşadıq. Ayğında ulaşdırmam o ya. Taxminan maktabda yaşadım. Maktabda 2000 vatanda, maktabda 2010 yaşab, 2010 chet elga qaytib chiqdim. 2013gacha Suriyada yaşadım. 2012dan tortib Turkiyada yashadim.
Maşallah. Ustoz ko'p ilmli ustoz ekanlar. Onu söylemez. Endi hozir nima ishlar bilan shug'ullanyapsizlar? Hozir nima ish qilyapsizlar? O'qitish ishlar bilan. Men hozir Turkiyaga kelgan urusdan asos jihatdan Turkiyada 2012 dan taxminan 2015 ayning 22-sigacha mush torda da'vat bilan shug'ullandim. Endi men shu chog'ning o'zida endi bu tordagi da'vatning cho'qim vaqtli ekanligini, bu vatandagi zalim hokimiyatning bu cho'qim bu da'vatni to'xtatganligini o'zim biladim. Shuning o chog'da vaqtni ching tutib kech kunduz da'vat qilib torlar da'vat qildik. Shu paytning o'zida agar mush da'vat yo'li etilib qolsa, qanday davomlashtiramiz degan plan bor. Shuning bir tarafdan bir Uyg'urlar uchun, muhajiratlik Uyg'urlar uchun bir maktab selish orzuyim bor. Shuning bilan biz ham bir Abdulg'ani Hajim degan qarindishimiz bor. Biz shu Pokistonda o'qigan tanishgan 94-yil. Shu qarindish bilan birlashib shu bir maktab saldik endi. Bu maktabninki qurilishi 2015-6-yilning ikkisi boshlandi. 2000 shu hozirgacha qurilish davom qilyapti, ammo o'qish boshlanganimi 2 yil bo'lib qoldi. Biz O'qi Uyg'ur bilik yurti, ya'ni O'qi Uyg'ur bilim yurti deb maktabimizni ochdik. Maktabimizga taxminan 800 o'quvchi yotoqliq, tomoq bilan sig'di. Shu maktablarda ham bizning bolalarimizni shu tuluqli ma'arif deb bolalarimiz hammasi fanniy maktabda o'qiydi. Taxminan 105 bolalarimiz, 105 o'quvchimiz boshlang'ichda o'qiydi. 85 o'quvchimiz to'liqda o'qiydi. 13 to'liqsizda. 13 o'quvchimiz to'liqda o'qiydi. Biz bularni fanniy maktabdan berishdan va kelgandan keyin masalan atiganlari inglizcha, matematika, diniy dars, Qur'on dars o'qitamiz. Kechda ona til va shu o'zining maktabda o'qigan darslarni to'liqlab beramiz. Men shu maktabning mudiri shu ish bilan shug'ullanaman. Ustoz Allah razı olsun. Ve ustozimizni hatta men vatanda turib, anglagan vatanda turib, ustozimizdagi bu tabliğlarni, da'volarni anglab, qishimiz atrofimizdagi qarindoshlarimizning namoz o'qib, degandek har xil diniy faoliyatlar bilan kirishib ketganligini ko'rgan va ustozimizni bek suyungandim va ustozimizning bu chiqib suhbat unchalik qilishimni o'ylamagandim. Nihoyat xush bo'ldim. Ve sizning bu Sharqiy Turkiston da'vosi uchun nimalarni qildingiz va nimalarni qilyapsiz? Endi biz mundaqcha aytgan chaqda meningki asosliq 9 yoshdan tortib ta mush daqiqalargacha meningki o'rganayotganim din. Men din o'qib keldim. Ham bu din o'rganish meningki eng yaxshi ko'radigan bir o'zim so'yadigan bir ish. Endi masalan vatanga qaytgan vaqtida men shunga ishonamanki, biz haqiqiy islom dinini tushunsak, xalqimiz haqiqiy islom dinini tushunsa, mush dinni o'ziga yetakchi qilsa, ichki dunyolik baxt saodatga erisha oladi deganga men ishonaman, chin qalbimdan ishonaman. Unda bo'lgan ekan, mayli vatanda bo'lsin, masalan vatanda 2001da qaytib kelib, kirgandan keyin turmoqqa solandim. Şunun bilan 2003'te kishilarga yani arab tili o'qitadigan bir kurs kelib o'qituvchilik qildim. Endi turmoqqa solandim. Turmadan chiqib mazkur o'zimiz Sada til tarbiyalash maktabida bir maktab ochdik. Endi bu maktabda men bolalarga arab tili o'qitish bilan birga ingliz tili o'rgatdim, xanzo tili o'rgatdim shu vaqtda. Kompyuter o'rgatdim. Maqsadim bizning Uyg'ur bolalarini chet elga chiqish fursatiga erishamagan bolalarni chet elda qurilgan tor orqali bilim beradigan oliy maktablar bilan tutashtirib, bolalarimiz tor orqali chet ellardagi har xil oliy maktabda o'qiydigan saviyaga kelsa, yana bir bolalar masalan uchun kommunistlar bizni ust uchiq turmoq ep bo'lgan, chet elga chiqatmagan, dunyoda nima bo'lyapti bildirmaslikka tirishyapti emasmi? Shuning uchun men bolalarimni mushunda tarbiyalash orqali ma'lum bir qism bolalarni tarbiyalasam, mush bolalar vatan millat uchun kerak keldi deb bu maktabni ochdik. Lekin bu maktabimizga bir 2 yil davomlashdi, lekin faqat hukumatningki mayli istixborot olsun, mayli saqchilar olsun, davomli bizga qashil to'g'dirib, ya'ni maktabimizni bir 2 yildan keyin taqib etdi. Uningdan keyin men vatanda shu yeni da'vatchilik bilan
Men bunda qilib asosiyatan ziyoli oliy maktab o'quvchilari yuqori qatlamdagi kishilarning orasida davomli da'vat shug'ullandim. Ya'ni alhamdulillah meninkiligi 1-2 kun bo'sh qolmay shundaqa uylarga, oshxonalarga berib da'vat qilib alhamdulillah yaxshi unumli bo'ldi. Endi men bu jarayonda nurg'un narsalarni tushundim. Ya'ni bizning bundaq ketaversak, mening bu qilgan da'vatim bilan millat qutulish mumkin emasga dedim. Arliqda bir necha qatam 5-6 qatam meni turmoqqa so'ladigan bo'ldim. Shu bilan vatandagi Urumchi qonliq qatlam yuz berdi. Men shu ish yuz bergandan keyin ya'ni bu millatni qutqazmasak, bu zolim kommunistlarning ne qadar niyetning yomonligini his qildim. Men shuningga bu chet elni ko'rib, zaten men bir mukammal bir programma tuzayman, millatni qutqizish uchun bir cho'ngroq bir diniy da'vat olib berishimiz kerak ekan deb chet elga chiqqan bo'ldim. Chet elda bu diniy programma tuzildimdi. Taxminan 70-80% diniy mush vatanda bir qutulish xarakterlik umumiy xalqning asos qatlami hammadan yetadigan. Men bo'libmi mush oilada din o'rganish, har bir oila bir maktabga aylantirish degandek bir tashviqotni qilib chiqqan. Lekin vatandagi o'zgarishlar buniga yar bermay, meningmi vatan kirsam o'zimning hayotining xavf ekanligi to'g'riliq hal ishonchli xabarlar kelgandan keyin men shu bilan ve chet elda qilib o'zimni ishini davomlashtirdim endi. Ya'ni dinni da'vat qildim. Endi mening hozir bu vatan uchun nima ish qilyapsa desam, mening o'zimning tushunchasi, mayli men vatanda shirkatlarni ochib tijorat qilib baxtim. Men islom dunyosida o'xshashmagan iqlimlardagi kishilar bilan birga yashab, shular bilan birga xizmat qilish jarayonida mush Uyg'urlarningki mayli inqilob sahasida olsun, mayli jihodiy sahasida olsun, mayli siyosiy sahasida olsun, her bir sahada kasblashgan, sildavatgan avangard shaxslar yoki bilim qurilmasi mukammallashgan Uyg'urlarningki davosini diniy davlat erkinlik davosiga yetakchilik qila oladigan va shu yo'lda xizmat qila oladigan kasblashgan odamlarning ozligini his qildim. Yani bizde Uyg'urlarda şu kasblashgan bilim qurilmasi ma'lum darajada mukammallaşgan, iqtidorlik, ixtisoslik, ma'lum mahoratga ega odamlar bak oz. Bizde askarchiq, bizde vatanni suydigan, islomni suydigan qizg'in yoshlarimiz bak ko'p. Ammo quldan ish keldiganlar bak oz. Bu meningki 15 yillik tajribamdan keyin cho'qim biz qutulimiz deydi ekanmiz, inson yetiştirish kerak ekan. Hamma biz dinni tushunamiz. Masalan, dinning maqsadi shu. Masalan, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu dunyodan ketgan vaqtida Madinada 15 qavat, 20 qavat binolarni qoldirib ketmagan, zavodlarni qoldirib ketmagan, eng muhimi yetishgan keraklik insonlarni qoldirib ketgan. Qur'onning asosli maqsadi shu, yaxshi, keraklik, sapolik bir inson yetishtirish. Shuning uchun bu inson yetishtirish muhimkan degan temada men mushu ishga ko'ngil bilaman va davomli men mushu ham bizda bak echinishlik ahvol bor. Bizda dinni ta'tir tushunib olgan, dinni xuddi onasining qo'sig'idan chalto'lgan baldak tushunib olganlar bakchiq. Bunun bak echinaman. Bu dinimiz bak ilg'or dinti. Bu dinga itqatgan musulmonlar eng ilg'or bo'ldi. Ammo biz ilg'or emas. Mayli, masalan, vaqt qarashimiz, fan texnika, bilim qurilimiz, axloq, hamma jihatda, ham mahorat jihatda biz ma'rif jihatda ilg'orligimiz yo'q. Biz hamma jihatdan ilg'or bo'lishimiz kerak. Din ashunda odam tarbiyalaydi. Masalan, Indoneziya o'ylab boqinglar. Indoneziya musulmonlarning ilg'orlik bilan musulmon bo'lgan. Malayziya musulmonlarning ilg'orlik bilan musulmon bo'lgan. Endi qarabaq musulmon mushunda bo'lsa, musulmon bo'lishimiz kerak edi, musulmon bo'lgan. Hozir bizni ko'rsa, ilm alhamdulillah musulmon bo'lmoq rahmat demdi, haqlar bilmayman-da. Shuning uchun mushu vatanga, mushu dinni to'g'ri tushuntirish, dushmanni tunishtirish, o'zimizning kimligini bildirish, mushu jihatda asos jihatdan tashviqot va ma'arif sohasida xizmat qilib kelyapman endi. Alloh razı olsun sizdan. Bunun keyingi planlarınız
Qandaqdan shuni so'zlab berasiz? Bundan keyingi planım şu. Masalan, bizniki planımızda, masalan, maktabimizni alsak, bizniki az deganda o'xshashmagan sahada 100 doktor yetishtirish planımız var. Bizning maktabimiz bundaq Qur'on kursi yoki bir diniy maktab emas. To'g'ri, din o'gitimiz. Biz 3 prinsipni asos qilamiz maktabimizda. Bolalarni ruhiy jihatdan tarbiyalash. Ruhiy jihatdan deymiz, imoniy jihatdan, ya'ni bir islomiy tarbiya bilan tarbiyalaymiz. İkincisinden bolalarimizni aqliy jihatdan tarbiyalash. Aqliy jihatdan tarbiyalash deganimiz o'sha ilm, ma'arif. Üçüncüsü her bir balda maharet buluştaymiz. Ben balalarıma deyman 20 yaş kirgicha nemish qila olaysa desam, men palon ishni qila olaman deyishing kerak. Men o'qishing boshqa gap. To'g'ri, sen fanniy maktablarda o'qiysa, ba'zilarim bundan keyin doktor bo'lasa, bilasiz. Yo'q, 20 yaş kirib bo'lguncha mayli kompyuterda bo'lsin, mayli qandoq sohada bo'lsin, nemish qila olaysa desa, qiz, o'g'il, men ma ishni qila olaman degan bir odam bo'lishing kerak. Senda bir mahorat bo'lish kerak. Sen kim o desa, men palani, men kompüter ustida rasmlar yalayman. Men masalan ofisni normal ishilta, uningda barliq ishlarni qila olayman. Men film tahrirlayman, men to'qchilikni bilaman, men suvchilikni bilaman. Ish qilib men bir narsa qila olayman degan odam bo'lsa-da, mush ushbu prinsip bo'yicha bolalarimizni tarbiyalab ketyapmiz. Chunki mayli vatan Alloh subhanahu va taoloninki marhamati bilan qo'lga kelib qolsin yoki bu shu bolalarimiz yana shu vatanda davlatni ozod qilmoq qancha qiyin bo'lsa, davlat ozod bo'lgandan keyin o davlatni yashatmoq uningdan qiyin. Shuning uchun agar davlatimiz mustaqil bo'lib qolsa, bolalarimiz davlatni yashaydigan odamlar bo'ldi. Agar davlatimiz qo'limizga kelmay, millatimiz shunday izlayversa, bizning inqilobimiz abadga davomlashadi. Men davomlashtirman, balam davomlashtirdi, navram davomlashtirdi, men o'qitgan o'quvchilar davomlashtirish kerak. Shuning uchun bu inqilobni davomlashtirish uchun yana bir avangard qo'shin bo'lish kerak. Bu davaga adamning jih bo'lish muhim emas, keraklik avangard qo'shin bo'lish kerak. Bayroqdor kishilar bo'lish kerak. Shuning uchun men sizning programmangizga avangard degan nayt yaxshi bo'pti. Maqsadim shu, inson yetishtirish. Ana bu planning hammasini bu ekran yuzida demaymiz hamda. Ammo bab inshaalloh shunday bir planimiz bor inshaalloh. Ustozimizdan Alloh razı olsun. Muşa kelib qatnashganingiz uchun ko'p rahmat aytaman va inshaalloh shu qilmoqchi bo'lgan orzularingizga Alloh taolo yetkazsin. Bugungi programma mishacha bo'ldi va ekrandagi barliq ko'rmanlarningki sabr bilan ko'rib baylar uchun ko'p rahmat aytaman va kelar qismliq programmamda yana qanday ustozlar bilan va qarindoshlar bilan suhbat qilishimga qiziqmoqchi bo'lsanglar, kelar qismliq programmada qatnashinglar. Omon bo'linglar.